Hammaga salom do'stlar. XM o'zini haftalik konkurslarini start berdi do'stlar. Bu yerda bemalol yana xohlagan ishtirokchi qatnashishi mumkin. Haftalik demo turnirlar. Birinchi o'rinda $2000, ikkinchi o'rinda 1500, uchinchi o'rinda 1250, 100 dana g'olib bor do'stlar. Undan tashqari qo'shimchasida yana ishtirokchilar orasida 100 dana g'olibni tasodifan oladilar. Bu yerga kirasizlar, boshda video ostida link qoldiraman, shu sahifani linkini. XM 100% bonus depozitga deganni bosasizlar va ro'yxatdan o'tish protsedurasini boshlaysizlar do'stlar. Sahifa ochildi, открыть счет yoki hisob yaratish. Bu yerdan o'zbekchalarga o'tirsanglar bo'ladi. Открыть счетni bosamiz. Protsedura juda ham oddiy. Formani to'ldirish kerak, elektron pochta, qiyinroq parol qo'yish kerak do'stlar bu yerga. Hamkor kodi sifatida Xorazm Forex'ni kiritsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Galochkani qo'ydik va bellarni to'ldirib registratsiyani bosamiz. Уже keyin ana elektron pochtamizga bizani xabar keladi, tasdiqlashimiz kerak va shaxsiy kabinetimizga уже biza kirib faoliyatimizni boshlab bilamiz. Shaxsiy kabinetimiz yana подтвержден, ya'ni tasdiqlangan hisob etishimiz kerak. Tasdiqlash uchun mo'y profilga kirib turib, o'zimizni shu shaxsimizni tasdiqlash protsedurasini, загрузка dokumentini o'tishimiz kerak do'stlar. Давайте endi hammasini shularni tahlab bo'lganimizdan keyin bizada yana chap tarafda konkurslar bo'limi bor do'stlar. Konkurslar bo'limidan o'tamiz. Boshqasini bosib berdim. Shaxsiy kabinetda sizlardan telefondan kirsanglar chap tarafdagi menyuni ochasizlar va konkurslar bo'limini XM'ni social'ına girib yotibdi bu. Bir marta obnovить etib beramiz. Qisdan men hamma yerni o'zbekcha do'stlar, pastdan hozir birdan o'zbekchaga o'tirib qo'yamiz buni. Чтобы sizlar ham qulay bo'lsin. Yana musobaqalar degan joyi bor qaranglar. Musobaqalarni bosamiz. Copy trading deb aytdim-da, yo'q, normal. Yana haqiqiy hisoblarda hozir musobaqalar yo'q. Demo hisoblarni tanlaymiz. Yana bugun boshlangan do'stlar. Ya'ni bir kundan keyin boshlanadi ekan. Yana demoga qo'shilishni bosasizlar. Bu yerda уже parol kiritasizlar. Bu yerda ham shu qiyinroq parol kiritinglar. Saqlash. Bu hisob raqamni paroli do'stlar. Hozir bizlar yana hisob raqam ajratilinadi уже MetaTrader'a. Yana musobaqaga muvaffaqiyatli qo'shildingiz, natijalaringiz statistikasi bir necha daqiqada chiqadi. Endi bizning elektron pochtamizda yoki hozir shu yerda ma'lumot chiqishi kerak. Yana 307 808 883 bilan qo'shilgan. Bosamiz. Bu yerda уже bizlarga $1000 demo berilgan qaranglar. Bu hisob raqami MetaTrader'a o'tdik. Bosamiz. Bizning sell zonamiz ham yetib ketdi bozor. Tak. Bizning endi bu qaranglar, demo musobaqangiz boshlandi. Hisob tafsilotlari ichida elektron pochtamizda уже xabar gap turibdi bizdan. XM Global MT56. XM Global MT56. Hozir kiritgan parolimni kiritaman. Уже biza konkurs hisobida savdolarimizni boshlab bilamiz do'stlar. Incoming mail. $1000 bor. Girdik. Biza qaranglar endi do'stlar. Eng birinchi o'rinda turgan $17000 ga ko'targan bu. Biz hozir yana $1000 balans bilan turibmiz. 100 odam demak sovringa ega, to'g'rimi? 100-chi odamcha $1000 ishlaganini hozir ko'ramiz sizlar bilan. Yana 100-chi odam Sanjarbek Max 4667 aytgan. Demak, где-то bizlar ham bir 7000, 8000, $10000 yaqin pul aytsak, shu $10000ni demak konkursda g'olib bo'lish imkoniyatimiz paydo bo'ladi do'stlar. Уже sovrinli o'rinlarni olamiz. Bir lot yetmaydi ekan. 0.50 ham ochmaydi ekan. Mana 0.20 bilan ochdik, 582 marja, 410 yana bizada svobodniyda bor. Yana qo'yamiz bu konkursning puli, ko'ramiz. Shunday maksimal risk etib ko'rsanglar ham bo'ladi bu narsani. O'xshasa o'xshadi, ana o'xshamasa tajriba olganimiz qoladi do'stlar. Ko'ringlar, yaxshi imkoniyat. Bu yerda zo'r sovrinlar bor aytib o'tganimdek. Qani bu yerda ma'lumotlari bormi ekan? O'zi, по-моему, bugun boshlandi bu. Mana mukofotlarni qaranglar. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin ketaveradi. 20-o'rin $375, 40-o'rin $250, 82-o'rin $100, $100. Keyin yana 100 dana odam $100 dan tasodifiy tarqatiladi, tushundingizlarmi? Ishtirokchi bor. 3500 ishtirokchi bor, yani bu yana.
Hammaga omad do'stlar, ko'rib chiqinglar. Linkni video ostida qoldiraman. XM ni tanlab, shu registratsiya formasini to'ldirib, shaxsni tasdiqlab, ana musobaqalar bo'limida demo turnirga qo'shilasizlar. Hammaga omad, salomat bo'linglar. YouTube kanalimda aktiv bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan. Prop trading haqida, copy trading haqida, именно copy trade qiziqadigan do'stlarimiz ham xudo xolasa shu protsedurani o'tgandan keyin bizlarni copy trade hisoblarimizga qo'shilsa bo'ladi. Eng zo'r mazza yeri do'stlar, bu yerda qaranglar. 100% bonus amal etib turibdi. Ya'ni sizlar $100 tashlasanglar, $200 bo'lib tushadi hisoblaringizga. $500 gacha shunday tashlab ishlatsanglar bo'ladi. Hozir bu yerda bizning ikkinchi shotimiz bor. Copy trade loyihasi bo'yicha mijozimizning shoti bor. Bunda meni $75 tashlangan. Уже 75 bonus bilan уже sredstva qaranglar, $150 bo'lib turibdi. $75 yana kredit grafasida bonus. Bu ham hozir tashaldi. Yana copy trade mijozimiz bor. $1300 ning foyda etdik mijoz bilan. Bu hisobda yana yechib olinganlar $500, $200 7-martda yechdik. Так что do'stlar, ishlash kerak, bosish kerak. Xudo xolasa hammangizga omad. Ishlaringizga ham muvaffaqiyat tilab qolaman. XM ning 100% bonuslari, konkurslari hammasi bu ishlatsa bo'ladigan narsalar. Shuning uchun yana sizlarga taklif etib turibmiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, aktivlaringiz bilan qo'llab-quvvatlasanglar, ishlab turgan mehnatimizga xursand bo'lamiz.